Okela Travers keldi. Bilasizlar, Traversda noyob bo'lib qoldi. Narxlari ham qimmat bo'lib ketgandi. Sizlarga arzon narxda Black Piano qilingan 23-yil qora rang 46 ming kilometr yurgan Travers ko'rsatma. Polni Black Edition qilingan. Balonlar yaxshi holatda turibdi. Kurgoy tayyorlovkalari bor. Mashinamiz salon holatiga kiramiz. Salonlari ham juda ham tiniq holatda turibdi. Mashinamiz polni shumka bo'lgan. Okela rulli holatini ko'ryapsizlarmi? Sidenaning holatlarini ko'ryapsizlarmi? Bunaqa qarab haydalgan, bunaqa saqlangan Traversda redga keladi. Ulgurib qolinglar, probegi ham rovni 46321 kilometr o'tdi. Yon sidenalari ko'rishinglar mumkin. Bizga obuna bo'lishingizni chiqazmang. Black Piano qilish o'ziga ham pul ketadi. Polni shumkasiga ham $1000, $1,500 pul ketadi. Yana ustiga yozib ketinglar, tuningcha okela. Yaxshi polga taqib qo'yilgan 3 qator 7 tali salon holatiga o'zingizlar dushi baho beraveringlar. Narxi, shikolat narxi keladigan bo'lsa, Faiz Avtomotorsda $44600 qiziqqan aloqaga chiqarasizlar. Obuna bo'lishingizni chiqazmang. Travers qidirayotgan okalarga jo'natib qo'yamiz.